izobarlarning qaysi xususiyatlari bir xil bo'ladi? Mana masalan izobar yozdik. Argon, kaliy va kalsiy. Argon 40 molar massasi, nisbiyat massasi. Kaliyning ham 40 ligi bor. Davriy Mendeleyev jadvalida kaliy 39 berilgan, ko'p uchraydigan 39 nisbiyat massasi. Lekin 40 ligi ham uchrab turadi. Kaliy 40 ligini oldik va kalsiyni ham 40 molar massasi, nisbiyat massasi, ya'ni nisbiyat massalari izobarlarda teng bo'lar ekan, bir xil bo'lar ekan. Proton, elektron, neytronlar soni har xil bo'ladi. Masalan, mana buni tartib raqam 18, 19 va 20. Tartib raqam proton, elektronlar soni, yadro zaryadini ko'rsatadi. Demak, protonlar soni ham 18 ta, buniki 19 ta va buniki 20 ta. Har xil, bir xil emas. Elektronlar soni ham 18, 19, 20. Har xil, bir xil emas. Yadro zaryadi ham +18, +19 va +20. Har xil, bir xil emas. Endi neytronlar topish uchun nisbiyat massadan tartib raqam ayriladi. 40 dan 18 narsa 22, 40 dan 19 narsa 21, 40 dan 20 narsa 20. Neytronlari ham har xil, bir xil emas. Nimasi bir xil bo'ladi? Nisbiy atom massalari bir xil bo'ladi. 40, 40, 40. Nisbiy atom massa bu proton va neytronlar yig'indisiga teng. Ya'ni protonga neytronni qo'shsak, nisbiy atom massa chiqadi. 18 ga 22, 40. Shuning uchun ham neytronlarni topish uchun 40 dan tartib raqam, ya'ni proton bilan teng bo'ladi tartib raqam ayriladi. 40 dan 18 ni ayirib topamiz shunchalar neytronni. Chunki proton va neytronlar yig'indisi nisbiy massani beradi. Shuning uchun ham ba'zan nisbiy massani proton va neytronlar yig'indisi deb aytishadi. Demak, nisbiyat massasi 40, 40, 40 teng, ya'ni proton va neytronlar soni yig'indisi teng. Qo'shsak 40, qo'shsak 40, qo'shsak 40. Endi ko'ramiz javoblarini. Birinchisi protonlar soni. Protonlar soni har xil. 18, 19, 20. Bo'lmaydi, olmaymiz. Ikkinchisi protonlar va neytronlar sonlari yig'indisi. Yig'indisi 40, yig'indisi 40, yig'indisi 40. Ya'ni nisbiy massa. Olamiz. Ikki to'g'ri javob. 3 elektronlar soni. Elektronlar 18, 19, 20. Olmaymiz. Yadro zaryadlari. Bu ham tartib raqam ko'rsatadi. +18, +19, +20. Olmaymiz. Tak, 5-inchisi neytronlar soni. Neytronlar 22, 21, 20. Chunki 40 dan 18, 40 dan 19 va 40 dan 20 ayrilyapti. Har xil ayrilish bo'lgani uchun har xil chiqyapti neytronlar soniga. Buni ham olmaymiz. 6 atomlarining massasi. Nisbiy atomlarning massasi demoqchi. Mana 40, 40, 40. Ya'ni nisbiy massalari teng bo'ladi. 2 va 6 to'g'ri javob bo'ladi. Demak, javobi B.